Bugun sizlar bilan Makka shahridan 90 km uzoqlikda joylashgan Jidda shahridagi King Abdulaziz, ya'ni Qirol Abdulaziz nomidagi universitet haqida gaplashamiz. Hop, bu universitet dunyo bo'yicha top 150 taning ichida turadi. Ya'ni buni diplomlari xalqaro miqyosida tan olinadi. Hop, universitetda jami bo'lib 60 mingga yaqin talaba tahsil oladi. Hop, mana bu arab tili fakulteti bo'lsa, bu yerda mana ingliz tili fakultetini ko'rishingiz mumkin. Universitet maydoni juda ham katta. Umul Qura universitetidan ham katta desa bo'ladi. Hop, buni qabuli birinchi maydan ochiladi. Deyarli o'sha Saudiyada qaysi universitetlarga qabul ochilsa, bunga ham ochiladi. Xalqaro talabalarni ham qabul qiladi. O'zbekistondan kelib bu joyda o'qiyotgan talabalar ham bor. Saudiyadagi boshqa universitetlarga o'xshab, xalqaro talabalar uchun imtihonsiz o'qishga kirish tizimini joriy qilgan. Arab tilini bilishinglarni ham shart qilmaydi. Agar arab tilini bilmasanglar, sizlarga 2 yillik bakalavr bosqichidan oldin arab tili kurslarini taklif etadi va o'qishga kirganingizdan keyin bir qancha imtiyozlarni beradi. Misol uchun, har oy $226 stipendiya, sizlar uchun bepul umra haj qilish imkoniyati, bepul turar joy, arzonlashtirilgan taom va boshqa shunga o'xshash yana imtiyozlar beradi. Misol uchun, bepul tibbiy sug'urta. Faqat bu narsa imtiyozlari oilaga berilmaydi, faqat o'zingizga beriladi. Shuni unutmaslik kerak. Bepul sug'urta, ya'ni qanaqa sug'urta deyilsa, sizlar kasal bo'lib qolsanglar, nimadir muammo bo'lsa, sizlarga bepul universitet hisobidan tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Hop, buni diplomlari o'tadimi? Shunaqa savol ko'p keladi. King Abdulaziz universiteti dunyo miqyosida yuqorida aytganimdek, hozirgi paytda, ya'ni 2025-yil holatiga ko'ra 149-o'rinda turibdi. Demak, buni diplomlari O'zbekistonda butun xalqaro jamiyatda qabul qilinadi, o'tadi. Universitet xodimlari chiroyli kutib meni mehmon qilishdi. Bu hurmat. Universitet juda ham katta. Men hozir universitetni o'ndan bir qismi tarafiga kelganman desam ham bo'laveradi. Bu ko'proq o'sha innovatsion sohalarni kampus hisoblanadi, ya'ni arxitektura, IT, informatika, shunga o'xshash yo'nalishlar o'rgatiladi. Men misol uchun mana bu joyda boshqa soha mana dizayn sohasi. Har bir fakultet uchun bitta katta maydonlar ajratilgan. Arxitektura fakulteti hozir dars bo'lyapti. Hop, mana bu xonada bo'lsa, mana yigitlar dars o'tishyapti. Talabalar uchun ajratilgan sinf xonalaridan bittasi. Hop, bu joyda ham sizlarga stipendiyalar joriy qilingan. Saudiya Arabistonida qanaqa sizlarga imtiyozlar berilsa, bu joyda ham xuddi shunaqa imtiyozlar bor. $226 stipendiya, kelganingizda yordam puli, umra haj qilish imkoniyatlari, borib kelish uchun uylarga aviachipta va hokazo shunga o'xshash narsalar. Bepul taomlanish yoki arzonlashtirilgan taom, yotoq joy va bepul ta'lim albatta. Hop, bu universitet yuqorida aytganimdek katta darajaga ega. Buni diplomlar bitta O'zbekistonga emas, xalqaro butun dunyo bo'yicha ko'p davlatlarga o'tadi. Hop, mana bu arxitektura fakulteti talabalari qilgan ishlari. Ya'ni katta inshootlarni kichik bir ko'rinishini qilishgan. Hop, bu bo'lsa talabalar alohida dam olish uchun alohida hudud hisoblanadi. Bunaqa joylardan universitetda 20 taga yaqin bor. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. 5 qavatdan iborat bo'lgan kutubxona qaranglar. Bitta universitetniki. Orqa tarafida ham bor. Xohlovchilar mana bu tashqariga chiqib hovlida dars qiladi. Ochiq osmon ostida xohlovchilar bu yoqda. Ichkari muzdek. Hop, nogironlar ham o'qish mumkinmi? Yura olmaydiganlar, ularga qanaqa sharoit deganligi alohida ular uchun manaqa liftlar joylashtirilgan. Bemalol oyog'idan birorta asorati borlar ham o'qish mumkin. Hop, bu kutubxona bir xonasi hisoblanadi. Talabalar uchun mana joy. Bu joydan kitoblar, narigi joyda ham kitoblar bor. Mana. Bu bir tarafi bo'lsa, boshqa ikkinchi tarafi bor. Xonasi ko'p juda ham. Kitoblar. Bu universitetning boshqa fakultetlari hisoblanadi. Mana bu ta'lim fakulteti bo'lsa, bu boshqa fakultet, mana bu boshqa fakultet. Bu arxitektura fakulteti ekan. Har bitta fakultet uchun shunaqa binolarni mana ajratib qo'yilgan. Hozir men ichkaridan chiqib keldim. Sizlarga hozir
ayollar, qizlar tarafini ko'rsataman. Ayollar tarafi bu ichkariga yurib ketiladi. Hop, bu bo'lsa universitetni tadbirlar zali hisoblanadi. Talabalar bilan qanaqadir yig'ilish, tadbirlar, bayramlar bo'lsa, aynan mana shu joyda o'tkaziladi. Arxitekturasi juda noodatiy, qaranglar, mashallah. Bu universitetni orqa taraf hovlisi. Men nimaga maza qildim? Men yam-yashillikni, men bunaqa manzarani ko'rib, Saudiya Arabistonda mana shu manzara havosiga, yam-yashillikka maza qildim, qaranglar. Mashalloh. Deyarli Saudiya Arabistondagi barcha universitetlarda shunaqa yashil makon qilib qo'yishgan. Talabalar darsdan tashqari aylanishga shunaqa hordiq olsin, darsdan tashqari asablar tinchlansin degan ma'noda. O'zim ham maza qilyapman. Havo ham nam, juda ham chiroyli, yoqimli.